Bismillahirrahmanirrahim. Avval bizni yo'qdan bor qilgan, bizni yaratgan barliq moddiy va ma'naviy ne'matlarni kamolatiga yetkazib bergan ulug' Alloh subhanahu va taologa bitmas tugamas hamd sanolarimizni yo'llaymiz. Avval o'zimni o'ltirgan qarindoshlarimni Allohga texmi taqvodorlik qilishga, Allohdan qo'rqishga, hayotining barliq masalalarida, ishlarida, har bir daqiqalarida Allohning mushu masalada hukmi nima deb shuni hayotining o'lchimi qilishga tavsiya qilaman. Bizning bugun so'zlaydiganimiz biz oilada bolalarimiz bilan eng ko'p elib boradigan, ammo hech qaysimiz uni diqqat qilishga tegishli nuqtalarga diqqat qilmaydigan bir ish bor. U bo'lsa nima desa, biz bolalarimiz bilan paranglashgan vaqtda nimalarga diqqat qilamiz? Biz hozir bunday shikoyatlarni ko'p anglaymiz. Bolalarım balam men bilan paranglashmaydi. Bizning bola faqat adam bilan gaplashmaydi. Men bilan gaplashishdan qochidi deymiz. Men shuni so'g'im keldi ashu ota-onadan. Ashu bolangiz siz bilan burundan boshlab gaplashishdan qochamdi yoki burun asli gaplashib asta-asta qochadigan bo'lib qoldimi? Yana bu bir jarayonning mahsulimi? Yoki azaldan shundami degan bir savolni so'g'im keldi. Albatta so'g'il olmaydi hamda. Çünkü biz bu meseleyi qarag'an vaqtda ko'pincha ota-ona buni ya bolasining mijoziga bog'laydi. Bu bek biz bilan gap qilishni yaxshi ko'rmaydi, biz bilan paranglashishni, u do'stlari bilan yaxshi paranglashadi deb o'ylaydi. Ammo uning qanday oqibat kelib chiqadi? Yana bir bola asta-asta onasi bilan yoki dadasi bilan paranglashishi aziyib ketganda, bu xil paranglashish bolaga nisbatan bir xushallik keltirgan narsa emas, balki balani içini sıkıdığan, onu zeriktirdiğan, amal va dadam bir gap qilmas ekan, anam bir ig'izini ochmas ekan deydigan holga kelib qolgan vaqtda biz asosan bir ma'lum jihatni aytganda, mening qarashimcha bir onaning va dadaning bu ota-onalik majburiyatini ado qilishda mag'lubiyatga qarab mang'onligining eng dastlabki alomatlarining biri deb o'ylayman. Biz hozir nurg'un bolalar axloqiy jihati yo'ldan chiqib ketib yetibdi, uyga qaytmaydigan, bag'il unimaydigan degan gaplarni jiq anglaymiz. Mana shunday masalalarni olgan vaqtimizda men chuqur mushu kelib chiqqan orqa ko'rinishni, shu oila muhitini bir tekshirib beqish kerak deb o'ylayman. Balki bu oila muhitining ichida er-ayol o'tirisidagi munosabatning nacharligidan boshqami? Albatta bu sabablarning biri bo'lishi mumkin. Ammo menimcha yana muhim sabablarning biri ota-ona bilan bolaning o'tirisidagi paranglashish uslubining bola yoqtiradigan bir shaklda bo'lmasligi. Chunki asli paranglashish barliq insonning ehtiyoji. Barliq insonning ehtiyoji. O halqi, masalan bizmi deylik, inson yolg'izlikdan zerikadigan maxluq. Gerçi ba'zi vaqtda yolg'iz qolishni xohlasaqmi, ammo yolg'izlik ma'lum chekka yetgan vaqtda qanday bo'lamiz? Ruhiy jihatdan yemirilishga, bardashlik bermaslikka boshlaymiz. Masalan deylik, burun insonlarni jazolasa davlatlar ma'lum bir yurtga palov etadi. Ma'lum bir yurtga palov etsa, uni solab qo'ymaydi bir yerga. Ya'ni u tunishmaydigan bir yerga olib etish orqali u paranglashayotgan odamni bo'lmaydi uning atrofida. Ya'ni ruhiy jihatda aniga bir zarba bo'lganligi uchun yolg'izlik. Shunga bir jazoning turiga aylangan. Bo'lmasa palovat qayerda tijorat qila oladi ekan, xalq ashni qilsa bo'ldi ekan. Ammo o'zining yurtiga palamaydi ekan endi hech kimni. Mahalladan mahallaga olib qo'ymaydi ekan. Demak, inson yolg'izlikdan tabiatidan qochadigan bir maxluq. Endi unda bo'lgan ekan, bizning bolalarimizning asli ayna paranglashish istiki va ehtiyoji bor. Agar bu istak, bu ehtiyoj ota-onaning loyiq va to'g'ri usulda qondirishiga erishamagan vaqtda, men to'la deyman, bu ehtiyojni chuqur bu bola boshqa bir yerdan qondiradi. Şu paranglashgan vaqtda huzur olalaydigan, içini tökelaydigan, içini tökkan vaqtda tartinmaydigan va boshqalarni uni qabul qila oladigan bir muhitni topgan vaqtda asta-asta bu bolalarning oiladan tezib ketishi, yiroqlab ketishi faqat vaqt masalasi. Endi paranglashish bir qancha nuqtada nihoyatda muhim ota-onaga nisbatan. Birisi ba'zini yuqori dedik, birisi tushunishning asosi paranglashishdan. Biz bolamizning mayli uning ruhiy dunyosidagi faoliyati qayerdan qayergacha yoki maktabga o'rganish ahvoli qandayroq, yoki uning aqliy tafakkur saviyasini qaysi temalarni so'zlasha oladigan yerga yetibdi.
Degenge o'xshash bizga ko'rinmaydigan taraflarini bolalarimiz bilan bo'lgan dialogda bizga sungan yip uçurlarını analiz qilish orqali bilalaymiz. Ba'zi gaplarni ishlatishidan, ba'zi so'zliklarni ishlatishidan, ba'zi jumlalardan, ba'zi his tuyg'ulardan anadan keyin biz bolalarimizni tushunish maqsadiga yetalaymiz. Biz to'la deymiz, agar bolamizni tushunmasak, bolamiz bilan bo'lgan tarbiya shu vaqtdan boshlab asosan mag'lub bo'lgan bo'ldi. Chunki bu farzand tarbiyasi bir hisobda munosabat ustiga quriladi. Munosabat tushunish ustiga quriladi. Tushunish bir yaxshi dialogni taqozo qildi. Endi ikkinchi muhim bir tarafi buni. Biz bolalarimiz bilan so'zlashish orqali ular bilan bir hissiyot rishtasi barpo qilamiz. Hissiyot beg'i degan gapni hozir ko'p ishlatadi kishilar. Ya'ni biz so'zlashish orqali bir o'rtaq hissiyotga kelish orqali bolalar o'zining azoblanganlarini bizga deb bergan vaqtda, xushallanganlarini yoki xushal bo'lgan ishlarini bizga so'zlab bergan vaqtda, bizmi onunğa o'rtaq qiliqi inkos qaytarish orqali bolamiz bilan bo'lgan mehr muhabbatimizni ching'itamiz. Amaliyotda bu xuddi masalan do'stlar deylik. Do'stlar davomli ko'proq paranglashib tursa, ularning birisi bilan bo'lgan qarindoshlik rishtasi texmi kuchli bo'ldi. Agar paranglashish aziyib ketsa, gerçi biz nazariya jihatdan yo'q biz paranglashmaganimiz bilan ko'nglimiz yaqin divoganimiz bilan, ammo u paranglashning aziyishi bilan hissiyotimizning susishib ketadiganligi bu munosabat qonuniyat nuqtasidan bir muqarrar ahvol. Er-ayol o'tirisida mana shunday. Agar bir er-ayol oilada billa tomoq yeydi, doim billa bo'lgandek qilgani bilan, agar uning paranglashadigan tiymlari aziyib ketsa, ya'ni o'rtaqlashadigan tiymlari yo'q bo'lsa yoki paranglish davomida davomli ixtilof yoki jidal majroga sabab bo'ladigan ish bo'lsa, asta-asta ermi ayolmi paranglashdan qochidi. Shunda bu munosabatning qayerga borganligini asosan faraz qila olamiz. Agar bolamiz bilan bo'lgan bu hissiyot beg'imiz, muhabbat rishtimiz o'sha paranglashish orqali kuchaytib tumagan vaqtda bu bola qanday bo'ldi? Bayam degandek biz bilan bo'lgan bu rishtadan ayrıldı. Bu rishtadan ayrılsa, men doim ta'kidlaganimga o'xshash, avval bolaning qalbini fath qilamiz. Bolaning qalbini fath qilinmagan ota-ona uning mingisini fath qilolmaydi. Chunki bola o'zi yaxshi ko'rgan kishilarning tarbiyalarini, gap so'zlarini ko'proq anglaydi va o'zi yaxshi ko'rgan kishilarni ulgu qiladi. Bir bola dadam qo'pol gap qiladi deb dadasini yaxshi ko'rmisin masalan. Yoki anası qalaymagan vaqirisi, jaqirisi yoki usa deyli. Uningga nisbatan ko'nglida bir narsa bo'lsa, o vaqtda o ota-onaning balam gap anglamadi deyishi bek normal ahvol. Chunki Allah burun o gap anglatadigan hissiyotdan mahrum. Endi üçüncüsü balalarga biz bu şu muhabbet rishtasini texmi mustahkamlagandan keyin bu paranglish orqali balalarga bir tavallik tuyg'usi ato qilamiz. Yani men bu ailenin a'zosi degan bu tuyg'u intayin muhim. Çünkü barliq insonlarda bayam deganga o'xshash paranglashish ehtiyoji bo'lgandek har qanday bir insonning bir tavallik ehtiyoji bor. Men nega tava? Men kimlarga tava degan bu savol inson kichik chig'idan boshlab toki biz o'lgicha har vaqt bizga yuzilinadigan bir savol. Agar bir odam o'zining tavallikini aniq his qilmagan vaqtda biz buni nima deymiz? Kimlik krizisiga giribdir deymiz. Ya'ni o'zining kimligini bilinmadi. Kimligini bilinmagandan keyin o kimlik taqozo qiladigan ish-harakatlarni va o kimlik taqozo qiladigan nishonni topolmaydi va bu odamning hayoti xuddi dengizda qaysi qirg'oqqa uzishini uqmagan qo'lvoqqa o'xshash, do'lqin qayerga ursa shu yerga oqadigan bir nishonsiz qo'lvoqqa aylanadi. Endi bir oilaga nisbatan, bir bolaga nisbatan o'zining tavallik tuyg'usi eng avval oilasida shakllandi. Bu tavallik tuyg'usidan u bir xil g'urur, faxr his qildi. Men ma uyning adami degan xushallikni, bir g'ururni, bir iftixorni agar bir oila u bolaga bermagan vaqtda ma bir xatar ekan. Şuna bu paranglashish ana shu tuyg'uni, tavallik tuyg'usi kuchaytiradigan g'oyat muhim bir omil. Endi unda da qaysi nuqtalarga diqqat qilamiz paranglashishda? Bu nuqtalarning ichida ba'zi bizning ko'p sodir qiladigan xatoliklar. Masalan, birinchisi biz bolalarimiz bilan paranglashgan vaqtda diqqat qilgan eng muhim nuqta bolamizning gap so'zlarini, jumlalarini, hatto
gap qilgan vaqtdagi his tuyg'u ifodalashlarni, mayli u hayajonlansin yoki qanday dilsin, balalarimizning o gap so'zlarini gap qilishini baholamaymiz. Ya buni bunda demamsa demaymiz. Muşumu gapma demaymiz. Ama biz o kadar amraqki, çünkü biz çoğunluk noktasıdan turib balamızning gapining sufitiga baho bergachga, balalik nuqtasi turib paranglashmag'achqa, balaning gapini to'g'ri yoki xato, qamlashdi yoki qamlashmadi degan o'lcham bilan hukm chiqarishga moyil. Ba'zida biz buni bilib bilmay sodir qilamiz yoki ko'pincha vaqtda sodir qilamiz. Bunda bo'lganda, hamda siz tasavvur qilib turing. Biz bir o'quvchi muallim bilan paranglashdik. Biz muallim bilan paranglashgan vaqtda agar u muallim bizning gapimiz xato bo'lsin, xato bo'lmasin, qamlashsin, qamlashmasin, gapimiz to'liq tugigicha bizga mudohala qilmay, gapimizni anglab bo'lgandan keyin inkos qaytirib, gap so'zlarimizni azroq ba'zi ketib qolgan, tuzitib bergan muallim bilan ko'proq paranglashamiz yoki gap og'zimizdan chiqib bo'lguncha yoki azroq ba'zi bir yoki biz bir nihoyatda qamlashmagan bir savol so'rab tashladik deyli. Darhol bizning yuzimizga o savolni qayta selib, bizni xijil qilgan o'qituvchi bilan paranglashamiz. Albatta keyin biz muallimda savolni so'rmaymiz endi. Mesela qaçimiz. Bo'ldilar, yana bir dakkamni yemay, yana bir qamlashmagan gap qilmisin, yana bir sesiq gap qilmisin, yana bir ta'ni qilmisin deb mumkin qadar o o'qituvchi bilan bo'lgan parangni zo'rmo'zo bir ish chiqmaguncha gaplashmaymiz. Xuddi shunga o'xshash bizning balamiz maktabdan aytib, bema'ni bir ishni qilib tashlagan bo'lishi mumkin yoki endi do'stlar o'ynagan chog'da shunday bir ishlar bo'lishi mumkin. Shunda vaqtda o bizga hissiyotini, qalbini yechib degan vaqtimizda biz bu balaning gap so'zlarini va sen uni to'g'ri qilsa, xato qilsa yoki bu gapni bunday ishlatmaysa, bunday ishlatsa, buni aytib qamlashmagan gap, mushumi gapmi? Senchilik yoshdagi bola mushunday gapmi qilamdi degandek gaplar bilan balaga baho bersak yoki qappeldan bo'lsak gaplarni, asta-asta balamiz asta gap qilmaydigan bo'ldi. Yoki biz bilan gaplashishdan qochadigan bo'ldi. Ikkinchi nihoyat muhim bir tarafi paranglashish kirish yoki jarayoni nihoyat tabiiy bo'lishi lozim. Masalan biz balamiz bilan "Kela balam, sen bilan bir paranglashinglar" deb o'ltiringlar, qanday bo'ldi ekan? Jiddiyleşib ketdi, nima deydigan, nima ish qilsa olgandimi? Xudoyim bir izah etadigan bo'ldim-da deb o'ylaydi. Ama unda olmaydi. Bala bilan paranglashish nihoyat tabiiy bo'ldi. Amaliyotda biz ba'zi vaqtda shunda so'rinda o'ltirib, ba'zi qizg'an so'rin qanday bo'ldi? Amaliyotda shu parang tabiiy boshlanib o'tib ketgan so'rinning paranglari tag'imi qiziydi. Ba'zi vaqtda rasmiy bir qamlashtiruvlar degan narsa qamlashmay qoldi ba'zi paranglar. Xuddi shunga o'xshash bizning balamiz bilan bo'lgan paranglarimiz bor. Mesela o maktabdan kelib so'mkisini tashlab etib chiqib, uzib bir gapni qilishi mumkin. Shuni bilan, shundan bu deb biz u gapga kirishimiz mumkin. Deganga o'xshashimdi. Tabiiy bo'lishi degan gapni tushundingmi? Ya'ni uni bir sun'iy shaklga aylantirgandan keyin uni ota-onaga nisbatan, bolaga nisbatan davomlashtirishni aytib qiyin bir jarayonga aylanib qoldi. Kirishanmagandan keyin u o'zining hissiyotini ifoda qilmaydi. Şuna tabiiyligi intayin mühim. Endi üçüncüsü mühim narsa, balalarning hissiyotini qabul qilishni o'rganishimiz lozim. Bu balalarning hissiyotini qabul qilish deganlik bu bunday gap deyli. Bu xuddi nimaga o'xshaydi? Tamg'i chiqqan bir bala, "Dada men sakrayman, meni tutib ol" desa ma'qul deb bala sakragan vaqtda biz shart tutib olib, uni asta yerga qo'yib qo'yganga o'xshash. Bu balaning hissiyotini qabul qilish deganimiz. Masalan bala hatta 7-sinfda o'qiydigan balamiz maktabda 6-sinfda o'qiydigan bir bala bilan urushib deb tayoq yedi. Shunday unda ish bo'lamda hayotda bo'ladi. Unda ish bo'lib qoladi. O kelgandan keyin qarasak yoki ma'lum bir yeri zida so'raymiz nima ish bo'ldi? Bala deydi, urushib qoldim. Kim bilan? Paloni bilan. Shuning bilan o dada endi u 6-sinfda o'qigan bilan uning yoki adashlari jiqdi. Men unga qarshi urush qilay desam, sen qo'rqdim deyishim. Ama bu ko'pincha vaqtlar bilan dadalarning g'ururga tegdi. Qattiq achchiq keldi. Uning hissiyotini qabul qilish degan nima? Shu vaqtda bala o'zining hissiyotini to'kdi.
xuddi stakanga choyni to'kkandek bunda to'kdi. Ata-onaning qildigan nima? Darhol stakanni bo'shaltib, to'kib bo'g'ichi stakanni tutib turish. Avval to'kib olsin. Uningdan keyin uni tutib olish degan nima degan gap hamda. Shu hissiyotini biz xohlamagan bir ishni va bu ish haqidagi bolaning hissiyotini u to'kkan vaqtda bayon qilib o'xshash. Ve sen 7. sınıf durup sen onundan küçük durup nime dep tayak yedin goy. Sen nime dep korkusun onundan. Deyiş, balının hissiyatını kabul kılmaganlık. Balının hissiyatını kabul kılmaslık degen nime? Onu meskir kılış, onu kemsitiş, onun bir bilmeyen iş geldiğini his kıldırış ona nispetten. Ben bunu tuğlu deyim. Mesela en akıllıysa karangudan korkuş değil. Karangudan korkuş. Mesela hazır onda iş yok. Mesela eğer biz bir hoyluluk öyde oltursak, bizden oburnumuz bir bağdan bucukida oldu hem de. Şonlar bazı uğallarımız 6. 5. kişi boğuca üz yalğız oburuna karanlıkta baranmazlığı mümkün. Yani onun başka yani soğuk sekreş değil. Soğuk sekreşten korkudu. Uksu sekreydi ama aksi sekreyemedi. Ya ki küçükken bir iş bek hayacanlanıp gitti. O bizge bek bilmeyene bilindi. Yani muşunu külgideki iş mi deyimiz. Bana muşula balının hissiyatını kabul kılmazdık. Hissiyatı kabul kılınmagan bala kelgüsüde hissiyatını ifadeleyenmeydiğen balaga ayrıldı. Hissiyatını doğru ifadeleyenmegen bala keyin kelgüsüde dostları bilen, hizmetdişi bilen, hatta erhudun oturusudaki münasebetlerine okşaşla hissiyatını doğru ifadeleyenmeydiğen bir adamga aylanıp kalıp buna münasebetin bir ömür ziyan dağıtıdı. Bu bek xatarlik bu iş. Bunun akıbeti bek yaman. Mektepte naçar okup sağandın mı yaman? Çünkü insanın kuşallığı etrafındaki münasebetlerinin kançılık güzelliğine bağlı. O dostu bilen çıkışanmısa, ya öydü xotunya eri bilen çıkışanmısa, ya ki ata-anası bilen, ya ki qeyrindaşı bilen münasebeti yaxşı olmay kalsa, ya kançı o şirket kurup kessin, pul tevfik kessin, ya ki ilimde kançılık davan açsın, o üzünün turmuşunun zok kuşallık alanmaydı. Del aşı diyalog davamında balı üzünün bizge aşında galite, bilmeyeni, külgilik bilingen hissiyatlarını tökken vakitte onu kabul kılış. Vay balam, onu kabul kılış kendime. Balam şunda oldu mu? Eğer onu cik olgan bolsa, korkuşuna tabii ahval, balam hemmeden korkudu. Sen kinoda görgen kahramanlığını hiç nimeden korkmaydıgan kahraman dep oylap kalmagın. Kahramanlığa mı korkudu? O korkmaganlık fakat üzünün korkuş hissiyatını kontrol kılalık adamlar. Hiç kalsa Batur hiç nimeden korkmaydıgan adam emez. Belki üzünün şu korkuş hissiyatını yenel geldik için Batur boğa. Digendek sözler bilen avvala üzdün uyulup üzdün nege kuyaşı ukanmay kalan vakitte biz onu tekimi hicil kılıp ucukturup etmezden onun insandaki tabii bir hissiyat ikellikini uqtura algan çağımızda bana uf deydi. Yani onun din keyin özünün oxşarlığını bizle ortaklaşa alaydigan boldu. Endi 4-nchisi 5-nchisi kepdik. 4-nchisi kepdik. Biz sadır kıldıgan endi en çoğ hatalıkның birisi. Bu gap davamida paranlaşış degenden keyinla paranımız davamlaşıp azırak vaqtdan keyin derhal biz ata-onalar bilip bilmey bu paranımızı balığı nasihat kıldıgan, tebliğ kıldıgan, terbiye kıldıgan jarayonga aylandırıp alamiz. Munda qilish lazım, unda qilish lazım, unda qilishing kerak, unda etishing kerak deb o balama gap kıldıgan, bizmi gap kıldıgan, teng baraber bir almashtırış faaliyeti bu yerda g'achchida o'zgarib biz ularga terbiye kıldıgan, sözleydigan, nasihat kıldıgan yoki ayda ujuqturdigan deyli, qattiqroq desek. Shunday bir jarayonga aylanib qoldi. Chunki biz paranlash davomida balkim u bola bizga bir xatoligini deyishi mumkin. Yoki maktabdagi bayon qilib o'xshash. Yoki men bayon birisi bunday qilibdi, men urilib qochib ketdim deyishi mumkin. Yoki topshiriqni muallim palaniyani beribdi, men ishlamay bo'lsam, ishlamadim deb uqolmay qoldi deb kelishi mumkin. O vaqtda biz darhol uni, sen go'ynimishki bunday qilding deb parangni balaga tarbiya qilgan bir darsga aylantirib olamiz. Biz ham qancha ulug' noji gap qilib ketdi. Agar bizning balamiz bilan bo'lgan gapimizning mutlaq ko'pi tarbiyaga aylanib qolsa,
Bala bizning gapimizga nisbatan ishkini itib oldi. Biz o'zimizning balliq vaqtini o'ylab baqili. Bizning dadimizning bizga qilgan nasihatlari, bizga qilgan so'zlarini hammamiz to'g'ri hozir o'ylasak. Hech qaysi xato gap emas. Ammo hozir o'ylasak. Shu vaqtda degandichu, qaysimiz nihoyatda xo'sh yiqib anglab ketamiz bu tarbiyani, o so'zini. Albatta bu tarbiya qilmaslik kerak degan gap unda emas. Ya'ni uning miqdoriga balamiz paranglashil deb kelgan vaqtda har bir parangni bir tabliqqa, bir nasihatga aylantirib olgandan keyin asta-asta balamizni biz hiq tutqizib qo'yamiz, kekirtib qo'yamiz, zeriktirib qo'yamiz. Yana o'xshash vaqtda bola bizning gaplarimizdan qochadigan bo'ladi. Endi 5-inchisi bu nihoyatda muhim ish. Nurg'un ota-ona deydi. Men balam bilan nima to'g'riliq paranglashni o'qimayman deydi. Buning ostida yotgan sabab nima? Chunki siz balangizning dunyosini tushunmaysiz. Balangizning siz bilan paranglatsa hayajonlanadigan temalarini siz bilmaysiz. Unda o'g'andan keyin albatta siz balangiz bilan zo'q-sho'q bilan ichilib paranglashib fursatiniz yo'q. Chunki masalan deyli, dada akşam Galatasaray komandası Fenerbahçe'ni yendi dese, biz qalab turamiz, uqmaymiz. Nima bo'pti yangsa deymiz. Yoki yani o ballarning dunyosida o'shalar maktabda doim takrorlaydigan bunda hayajonli, qiziqarli ishlar bor. Ammo biz bularni bilmaymiz, uqmaymiz. Uni uqmaganligimiz uchun o temelini balamiz bilan zo'q-sho'q bilan paranglashib bermaymiz. Ha shundami? Ha to'pni qaysi yo'lida? 2 top udumi yo 3 topmi? Ha qarshi tarafning mudofiasi qandaroq bo'ldi? Ha varta tutanmabdi degan gapni deyib beradigan vaqtingizda avval siz bilan paranglashadi. Bizga qaramoq unaydi bema'ni turgan bilan bayon degandek bema'ni emas. Avo amaliyotda biz xuddi biz ko'chatga suv quyayotganga o'xshash bola bilan bo'lgan munosabatimizni parvarish qilyapmiz. Agar o temalar gunoh yomon ishlar bo'lmasa, bizning ham az to'la bolalarimizning hayotini mashg'ul qilayotgan temalardan xabardor bo'lish, uni bilish bizning bir majburiyatimiz. Shuni az to'la bilgan vaqtimizda, masalan deylik, hozir ko'pincha o'ynaydigan kompyuterlik o'yinlar nima? Hech bo'lmasa biz uni o'ynamasaqmi, hozirgi bolalar o'ynaydigan ba'zi o'yinlarni bilish lozim. Mening qarashimcha. Az to'la o'qish lozim. Balam, hali o'yinni o'ynasang, chatoq o'yin. Ma o'yinni ba'zi o'ynasang mayli deyalisiz. Bo'lmasa, siz balkim ba'zi foydali o'yinni to'liq shaklga yetishingiz mumkin. Shuning bilan yana o'xshashla asta-asta bola bizga ishkini yetishga boshlaydi. Shunlashqa bolamizning hozirgi ana temalari nima? Qaysi gaplarni jiq deyishidi do'stlari bilan. Xuddi biz masalan o'ltirsak ko'pincha vaqtlarda qaysi gaplarni jiq deyishimiz? Birdan vatanning gapini qilishimiz, Falastinning gapini qilishimiz, Turkiyaning iqtisodiy ahvolini deyishimiz, davlatning ba'zi bir nomuvofiq boshqarish usullari haqida gaplashishimiz mumkin. Ishqilib cho'nglarga loyiq bizning amaliyotda ish ketsa 7-8 tiyimimiz bor edi. Har qatim zerikmay deyishalaydi. Xuddi shunga o'xshash shu bolalarimizning o'zaro o'ltirishsa deyishadigan bir qator gaplari bor, tiyimlari bor. Ammo biz bunun bilan xabarimiz yo'q. Unda olgandan keyin bizning o tiyimlar haqida o'rtaqlasha olishimiz nihoyatda tez. Agar bolamiz men mushugam dadam bilan deysam, ajab ko'nglim xo'sh bo'lib qoldi degan dadaga aylana olsak, bizning bolamizning nazaridagi o'rnimiz nihoyatda yuksak bo'ladi. Bizning nasihatimiz, gap so'zlarimiz, tarbiyamiz nihoyatda kuchli bo'ladi. Bayon degandek, bizga ishkini, qalbining ishkini yetib olgandan keyinki bizning tarbiyalarimiz asosan kuchsiz bo'ladi. O vaqtda biz nimaga murojaat qilamiz? Balam bilan bir sanıp paranglashib baqqan bo'lsangiz gapni olmaydi. Bir maktabga olib bergan bo'lsa, hozir bunda bulib oldi. Bunda bulab qoldi. Maguy eskilishib oldi qalanglar degan gapni anglaymiz. Ammo u eskilishib olishning necha yillik bir jarayoni bor. Shunga paranglashdiki mushu nuqtalar meningcha dadalar amaliyotda onalarni alohida diqqat qilish tegishlik deb o'ylayman. Bugungi bu temamiz mushu yergacha. Allohga rahmat.